Qalasan? Bir sotuvli yer maydoniga qanaqangi proyekt qilsa bo'ladi desanglar, akalarimiz chiroyli qilib kottej qurib qo'yishdi. Ya'ni kottejimizni 3 qavatdan iborat bo'ladi. Birinchi, ikkinchi va uchinchi etaj. Ichkaridan kirib ko'rib chiqamiz. Xonadonimizga kirishimiz bilan chap qo'ldan ko'rib chiqadigan bo'lsak, zal qismimiz bo'ladi. Kattagina o'lchamda. O'zining tashqari qaragan oynalari bor. Xonadonimizda 4 xonali. Bu yerda sanuzel, birinchi qavatimizdan sanuzel, yonida oshxonamiz, kuxnya. Uyimizning yuragi shu yerda joylashgan. Uyimizda tupli pol va radiator asosida isitiladi. Ikkinchi qavat chiqamiz endi. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan o'ng tomondan ko'rib chiqadigan bo'lsak, katta zal qismimiz bo'ladi. Xuddi shunaqa o'lchamda, o'zining tashqari qaragan oynalari bor. Xonadonimizda ikkita sanuzel bo'ladi. Ikkinchi qavat uchun sanuzel kafillik qilingan, juda chiroyli. Uni yonginasida ota-onalar uchun katta yotoq xonasi, katta panorama romli. Yonida yana bitta xonamiz bor. Yonimizda yana bitta kattagina xona. Qizlarga xona qilasiz bo'ladi. Uni o'ziga qaragan katta romlari bor. Terasaga chiqib ko'rib chiqamiz. 3-qavatga chiqishimiz bilan o'ng tomonimizda shunaqa katta to'rtburchak joyimiz bor. Bu yerda tepasini yopib turib, bemalol o'zingizga отдельный xona qo'yasiz bo'ladi, ichiga sanuzellari bilan. Hech kim xalaqit qilmaydigan отдельный xona bo'ladi. Bu yog'imizda mana letniy kuxnya yasash imkoniyati bor. Bu yoqda mana tapchan qo'yish mumkin. Yonida joyi katta. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsa, Sergeli tumani Xonobod mahallasi bo'ladi. Uyimiz bir sotix maydoniga qurilgan, 4 ta xona, 200 kvadrat metr bo'ladi. Bu atroflarda gaz, svet, suvlardan muammo yo'q. Narxi 108 ming belgilandi. Bu remont qilingan holati, remont qilinmagan korobka holatimiz bor. Yonimizda 69 ming. Xuddi shunaqa proyektda, xuddi shunaqa o'lchamda bo'ladi. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon qurasizlar.